Dada, aya, bitta duo qilinglar. Mashinaga gaz quygan ketyapman. Qo'y bolam, uyda teg o'tiraver, ayang og'riyotgan bo'lsa, rosa o'chir deb eshitdim, bormay qo'yaver. Dada, boraman, gazni quyaman, qaytaman. Bolam qo'y bormay ko'r, dadang to'g'ri gapiryapti. Bu yerlarda o'chirishdi ko'p bo'lsa, o'zi mazam ham yo'q. Onajon, 5 minutda qaytaman. Qani, dada bitta duo qiling. O'g'il bola eplaydi. Qani ilohi amin. Oy borib, och qaytgin. O'chiringni beraversin. Allohu akbar. Qara, qachda mana muhrni ukingga kash olib kelgin. Xo'p bo'ladi. Xotin, sen yaxshi bosmayapsan. Bor ovqatingni qilaver, ko'zimga ko'rinma. Sen ham yaxshiroq o'qila. Dada! Bola shu o'tma deyapsan. Dada kimdir kelib darvozamiz oldiga akayman deyapti. Nima? Akimdan deyapti. Onasi nima taraqlatyapsan anangni? O'zi uyda silaviy bo'lsa. Chaqirchi. Kelavering. Dada, mashinaga gaz quyib keldim. Kelishingda kash olib kel, muhrni ukangga deyordingiz. Mana kash olib keldim. Muhrdan ukam qani o'zi? Bular kim? Kampir, nima uxlayapsan? Men o'g'lingni taniyapsanmi? Gaz quygan ketgan o'g'ling mashhur bo'ladi. Voy bolam! Onajon, Men seni yo'qlagim degandim-ku. Voy bolajon. Qanaqa hayvon? Endi u kashini o'zing ichaver. Mana muhrdan ukang. Buni uyladim yaqinda. Onang sen ketgandan keyin mana uni tug'di. O'tiramiz o'yladim. Gazi ketgan aytam shumi? Mashib bolam, desam unamadi, ketib borgan o'zi boshimcha.